Almanın bastavani atı menen Allah'ın. Қазақ ел ерліктердің дастананы бірлік еткен қорғаны. Ұлтымыздың жау жүректік қасқалары азаттық ет арманы. Енді мені ел болдың асқаралы арайланды таңдары. Bismillah. Assalomu alaykum o'zbegim otlar YouTube kanal kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Inshaalloh bugun biz Namangan viloyati Norin tuman To'da qishlog'ida Azda akamning otxonasidan xudo xolasa bir yaxshi chiqarishlar qilamiz. Videodan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turishlaring, otlarni chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishlikka harakat qilaman akalar. Videodan like bosib qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Xudo bo'lsa o'z videolarimizni biz boshlaymiz. Hafta kuni chorshanba Murod baxsh kun akalar. 2025-yil 19-noyabr. Barchangizga xayrli bo'lsin. Uloqlarni o'tkazib charchamasdan biz boshlaymiz akalar. Bunday bo'lsa. Azna aka, bormang? Salomat bo'ling, Faridin. Keling. Charchamayapsizmi? Sog'liqlar yaxshimi aka? Xudo xolasa otxonalar yana to'lib. Ha, xudo xolasa yana yangiliklarda qoldik-da. Assalomu alaykum aka. Charchamasdan. Sog'liqlar yaxshimi aka? Uloqlarni o'tkazib oldingizmi? Ha, xudo xolasa Faridin o'tkazdik. Hay. Faridin, avvalambor assalomu alaykum. Bizni muxlislar, kuzatuvchilar, otish qozlari, falon akalar. Xudo xolasa bugunga Faridin yana shu yerda chiqarilish qildik. Sabab mana tak bloger talashdi hozirgi paytda. Sezon bo'lib qolgan. O'shaning uchun hammasini krupni chiqaryapmiz. Tak so'raganlarning videolari bor. Hammasini bu qatordan tez aytamiz. Kechqurun qolyapti. Bo'ldi. El ko'rsin aka. Xudo xolasa endi Faridin ashi boyboni uloqdan keyin hammasi ashi ot olib minaman deganlar shikovatchilik yana oshgan odamlarda. Albatta aka. O'shaning hisobiga yana ham nima bo'lsin deb go'zallardan olib kelib qo'yganmiz Faridin. Bo'ldi. Fazl aka, xo'p. Xudo xolasa bugunga bitta chiqarilish bo'ladi, xolasizmi? Ha, bular doim osib qo'yatdik. Hozir bularni bugun pon kechagini uloqda bo'lib minolmadik. Hammasini ertalabdan beri minib, uje hozir o'tga qo'ydim endi. Qantarudan tushdi endi. Demak, hammasi yeb ichib turgan joyida syomkalar davom etib ketaveradi. Ha, yeb ichib turgan. Tushana. Fazl aka, bu ham katta narsa ekan. Faridin 65. Xudo xolasa. Oldi qatorda oti sop ko'rdik biz, xudo xolasa solishaveradi. O'zlari aytgan yertiga mana shu vodiy bo'ylab borib ko'rib olishaveradi. Yoshi 7-8 yashar. 70% sovuganda, 50-60% sovugan, xudo xolasa. Qolganini bu pagodga o'z o'tiradi aka. Xudo xolasa milisa oldi, yo'g'on 7-8 yashar yosh. Hamma joyida. Bunisi-chi aka, sama? Faridin bu tillaqush. Tillaqush. Bu toydan endi o'tdi, 5 yashar. Bo'yi 1.60. Yakka chopadagi yerlarga o'ta tez. Buni ham videosi bor, tashlab beramiz. Bu ham tashlab beradi aka. Bu yoqda Faridin o'ta kuchli bir yaxshi otimiz bor. Buni o'tgan safargi videomizda ham turgandi, sovmagandi. Tak so'radi, ozgina foydasiga so'rashdi, iziga so'radi, bermadik. Buni ham bo'yi 1.60, 7 yashar. O'zimiz uloqqa solib tekshirib ko'rdik. Keladi, uloqqa solib beraman. Bo'ldi aka. Qancha yurgizib qo'ydik. Bu ham ishonchli 50% sovib qoldi. Bo'ldi. Bunisi-chi aka? Bu Faridin Tyson toyimiz hali o'tgan safarga. O'tgan safargi toy. Buni ko'pchilik so'rashdi. Buni so'radi ham, savdo ham qildi. Faridin buni to'g'risi uloqqa borib, sal tuzukroq pulga sotish maqsad. Sabab yaxshi narsa topish qiyin bo'lyapti. O'shaning uchun men uloqqa borib sotaman. O'zi yosh, lekin xolasa ishi bor ekan, qanchagina. Yo'q, qilmaydi. Bunisi qanday aka? Bunisi Faridin Klichka Rembo. Rembo. Bo'yi 1.64, 65 yetmay qolibdi. Necha yosh aka bu? 3 yashar. 3 yashar? 3 yashar. Yo'g'on narsa. Klichka Rembo deb so'rashaveradi buni ham. Klichka Rembo. Buni ham mini video qilib tashlab beramiz. Bo'laveradi aka. Azn aka, bu qanday endi aka? Bu yoqda bu bor Faridin. Boysun-ku. Ha, boysun. Bo'yni chiqadi aka buni? 68 Faridin. 65 plus deylik, 65 ustida. Toy bu ham. 4dan 5 ga o'tyapti. Bahorga 5 yashar bu ham. Bo'ldi. Xudo xolasa uloqqa tarbiyasi qolgan xolos. Qon tarbiyalari bo'ldi. Hamma yo'g'i bo'lgan, ha? Ha. Mana orqa kengliklari, oyoqlarida bir patmati bor, nima emas. Bunday nimalari yo'q. Yo'q. Hop. Videolari bor buni ham. Xudo xolasa hammasini videolarini, qolgan ma'lumotlarni telefonda yetkazaverasiz. Ekran telefon raqamlari bo'ladi. Keyin Faridin bu yoqda yaxshi bitta yana otimiz bor. Kuchli ot. Bizga ham nima bo'lib kelgan, faqat buni tarbiyalarini yaxshi qilish olmabdi yoshligida kelganda. Bo'yi 1.70. Qo'ylar 1.70. Ha. Katta narsa ekan lekin aka. Aytayapman 1.70 bu. Buni ham so'rasin.
arzon beramiz. Ayg'ir payg'irga yo tarbiya qolaman deyishsa, Olishaversin. qovoqlari zo'r, oyoqlari ham hamma yo'q toza, go'shman narsa. Bo'ldi aka. Qiziqqan aloqa Ha, qilishveradi. biz to'g'risi qiziqib bir minib ham ko'rmadik. Bizga bir yaxshi otimizga almashib, ustidan pul berib oldik, ochig'i. Bo'laveradi aka. Endi bugunga xudo xolasa bir yaxshi otimiz bor. To'g'ri tez uni chiqarib syomka qilib beramiz. Bo'ldi. Ekranni uzoqlashmay turib uni ham ko'rsatamiz aka. Ko'rsatamiz. Biz akalar Messaga o'tdik, qani ketdik. Xo'p, kanalimiz kuzatuvchilar, akalar biz Messaga o'tib oldik inshaalloh. Ozgina kechikib qoldik syomka jarayoniga, uzr so'raymiz. Biz boshlardik unda kelgan joydan akalar. Ekranga yaqinroq o'rnashaveringlar. Fazla aka endi to'liq ma'lumotlarni bering aka Chinorda. Faridin Klichka Chinor. Aha. Chinor bo'yi 1.60. Haqiqiy Qorabayev. Jonivor bir yuruvlari ham bir boshqacha-yu aka. Sandiqdagi Faridin bu ham. Do'st emas. Sandiqda ham podvoldagi sandiqdan chiqqan. Mashallah. Yeyib qo'ysa, ketib qoladi, bu kishi. Voy akasi pam ketdi. Taqasi ham yo'q, tushib qolmadimikin? Taqasi? Ha. Menimcha ketdi-yu taqa. Faridin otni xudo xolasa olgan odamni puli o'zi bilan ketadi. Voha taraflarda xudo xolasa Faridin borib $10,000 aylanadi. Ha, inshaalloh aka. Otni bahosi. Otni formasi hamma yo'q kelgan ekan aka, uzunliklari. Faridin otni bo'yi 1.60. Fazla aka, bitta shunday yurgizing, nima orqa tomondan bitta tortib qo'y jonivorni. Orqasida taqasi yo'q, hozir sal toshinqirashi mumkin. Oldida taqasi bor hozir. Aha, bo'ldi aka, qaytaravering. Bo'yini 1.60 dedingiz aka? 1.60. Yoshi nechida shunda? 7 yashar Faridin. Yoshi 7 yashar. Ha, 7 yashar. Alloh nasib qilsa umuman uyaltirmaydi. Ha, Chunki inshaalloh. sabab hozir doim aytib o'tyapman so'z isboti bilan dedi. Uloqqa solib keyin chiqaryapmiz-da. Albatta aka. O'shancha uyda uloqlarni kutib otlar to'planib ketyapti. Aka yaxshi narsa sotsangiz yaxshidan ko'pchilik norozi bo'lib qoladi. Ha, shu sezonda sotganimiz ham ma'qulda, tezroq boradi, pulimizni bo'shatamiz. Vaqtida otni bori bor. Targ'izni yorib berishsa bizga. Albatta aka. Jonivor yaxshi narsa ekan ko'rsatmasinchi akalar. Fazla aka tez ekan aka. Faridin tez. Taqasi yo'qligiga qiynamay qo'ray deyapman. Ot Faridin tayyor pashti. Aha. 60-70% sovigan. Olib borib, libo'ja misol voha taraf ketsa o'zini pagodasiga moslashtirib, bir haponka bostirib uloqqa solishaveradi. Bo'ldi. Xudo xolasa ishonchli bu yog'i. Uloqqa xudo xolasa dars beradi. Inshaalloh xudo xolasa. Fazla aka 7 ishtisi sog'lomlari ham o'tadi. 7 ishda xudo xolasa polni garantiya. Bo'laveradi. Xo'p, Fazla aka endi buni bir narx-navolarni bir gaplasak aka. Chiroyli qilib Endi buni narxini biz $3,800 qo'yamiz. $3,800. $3,800 kami bor. Olgan odam bir olib ot oldim desin, otni olib maza qildim desin. Marralarni o'zimizga tashlab berib tursin. Xudoga shukr, juda ko'p otlarimizning marralari kelyapti. Hammasi misol bitta ikkitasi misol borib havosiga moslasha olmay yo sovut olmasdan, toplanmasdan solgani bir ish bermasa, atak 95% ish beryapti. Inshaalloh aka. Xudo xolasa. Hammasi xudo xolasa yaxshi. Bo'ldi aka. Demak, ishonchli ot bugunga Chinor. Yoshi 7 da. Bo'ylari 1.60, zot Qorabayir aka. Qorabayir. Qiziqqanlar sraz aloqa chiqadi aka. Batafsil ma'lumotlar telefonda yetkazib beraverasiz. Qo'ldan kelgan. Bo'lsa kech qolishmasin Faridin. Kech qoldingmi ya deb telefon qilganlar juda qiziq bo'lyapti bizga. Bo'ldi. Akalar bizga o'xshab kech qolmanglar. Bizga aloqa chiqaveringlar Fazla akamga. Fazla aka bitta yaqindan tortib qo'yman aka videoni oxirida. Mashaga yarki yerga olaydi. Mayli aka. Shu yerga oling aka. Mana. Ishqoqlarni tortib qo'y jonivorni. Akaliga bir adashmasam bir soldat degol chiqargan ekan. Shunga o'xshatgan qoshqoqlar ham aka. Orqa mashi, orqa chatqaya, orqa sovrularini bitta to'xtagan holatda olib qo'yaylik-da. Mayli aka. Jonivor o'ta vijdonli, yaxshi narsa ekan. Bo'ynolari ham bir dunyo ekanchi. Tak. Ko'rsamaysan aka. Faridin qamchini olganim yo'q. Agar qamchini oladigan bo'lsam, qochib ketadi. To'g'risi men ham boshqa olmay qolaman. Eta to'lang aka. Tage, bo'ldi, solamiz. Bunda aka, muxlislar qiziqqanlar qamchini olib aka, jilolatib aloqa chiqishaveradi. Yeyib qo'ysa. Tak. Aloqa chiqishaversa Faridin. Bo'ldi. Aloqadamiz.